Selamlar. Minay ko'rganim bilan Bugun biz menga bermaydi. Oynamaya koyacağım. Ne soruşunuz mümkün lekin videodan çekdim. Ular chaqirdiga borgan Degan ekan. topchunisi topchi o'ynaganlar bormi? Ashna debdi, chaqib go'sht bergan bo'lsa, afsuslarni yuvibdi, keyin ziraban kirib ketish. Ertaroq dam olish, bizlar deb o'qilib dam olamiz deb. O'shanchun yog'chab qoldim o'zimga. Kirib turib, keyin Abbos kirsa, o'lib qolgan. Şimdi hoş iyi. Mayta sakalanma yapamıyorsun. Yutib olgan. Keyin mayta Ashnaqa deb shu bilan o'yilib turib qo'ygan. O'zi aytman chizalayda qotirib qolsa ham nima bo'lib qoladi? Tosh chiqdi. O'tga borib qo'yibsan-da. Yo'q, kecha. Mana chunki agar bir marta kapchulib keyin yash ko'rib qo'yasiz. Totila. Lapata g'abab ketadi. O'qitlashi chalar ayasi bir dona qiz ekan, akasi bor ekan. U qiz Abdibiydan ekan. Ikki tosh bo'ldi. Abdibiydan ekan, nima biz Abdibiyga ertaga qaytdi. to'plagani borsak, rohat qilura gapirayotganga eshitib qoldi. Ashitadi bitta bir hafta kelcha bo'lib qo'ydim, biz tomonga tegadi voy ketdi bitta kishi aytdi tayoqchalar diyodiki ya'ni ta'ziyaga borgan kishi olib bo'libdi deb ashuna deyapti. Qaynasinikida suvayga do'stlar endi biz qo'yib to'yga ovqat qilmagan ekan shu kun degan u olmadi qo'yib yeymiz. Bam sabiyamiz qilib qolib aytmagan aytmagan turib qoldi. Shuni aytdim mol bo'y. Pishirgan go'shimamni o'tmagandir. mana sen Keyin zirib mashina deb ko'rgan. mana o ana Omalasi chiroyli ketdi qozoq darsi yo'q ekan. Voho Ali zapardi. anaqa e'tibor bermanglar. Ayamlar anaqa tez o'qiyapti. Bugun mollar Xon tillarida o'qimaydi, ingliz tilida olmos topish kerak. Hozir akam bilan birgalikda oynaymiz. Keyingi videoda anaqa akam bilan oynaymiz. Ashu minigapda akam bilan ikkinchi qismni olishimiz uchun keyin ikkinchi qismni olish uchun akam bilan qiziq ketadi. Akamdan so'rab turaman. Yo'q, u qiz uydan go'shab kelib jajji yubormagan. Aka Go'sht kundimi oldi? keling, mana obunachilarim bizga. U barkash grillagani Mana turib qo'ygan. obunachilar bizga. Jo'n go'sht deb. Biz Grill pulmaydi. anaqa qilib qo'ying. Keyin videoda siz bilan men o'ynashim. deb biri chashga bo'ldi. Grillashgan ekan kech payt dedi. Ular nimaniki borgan ekan? Gulchiroydiki. Aka Gulchiroy chaqirgan. aka
Mahalla siyosat ko'rish. Aka, Ama go'sht yevorgan, yegan bo'lsa, Aka. Abbos kirib qolganda yutgan Aka. bo'lmay qolgan. Makelin. Havo yo'liga turibdi. Iskori chaqiribdi, iskori Ano. chepdi, uni iskori Oh, jo'natibdi, ungacha ancha vaqt Kom. o'tdi. Chetda pishgan ekan o'zi. Teminam bor ekan. Ayasi Dovoy Dostonim yo'q deb yozib Xo'sh, aka, aka, Yo'q, agar Makelinda. go'sht bermaganda balki undan deyman. Makelinda aka. Ha? Haqiqatan deyildi. Ular Aka. Dovoydan keyin Zapar marta ko'ramiz degan ekan. Men Aka. ko'ramiz degan ekan. Nima deb ular yo'q. Keyingi videoda sizlar o'ynashim obunachilarimizga ayting. Dostonimiz yo'q deb yozibdi dedimmi? Ra'no opaga kelibdilar. PUBG o'ynaymiz ekan, lekin go'sht qilib qolibdi dedi. Bilmayman, to'g'ri ekan. U dedi, jo'n go'sht Bu ekan deb. o'zim telefoni. Nanaviyalarni o'zini bilan azon qildi. Endi o'zimizga Ammo u aytguncha bugmaganda u qiz. Chukishoti. Abbos kutaman deb havo yo'liga turib qolgan u qizni. Aytalmaganda u sirasi bo'lib ketdi. Ha, benimga ko'rsatmam deyman. Ha, hoshidan ketib qoldi. Tepaga qo'yib chiqaychi. Chiroyli Yoshga paytda U kirganda u hushidan ketib bo'lgan ekan, o'lib bo'lgan ekan u qiz. Keyin uni iskori chaqiribdi, u iskori hovoslayotgan ekan, keyin uni bo'zga jo'natib, bo'z uni qabul qilmabdi, u qiz o'lib bo'ldi deb. Keyin uni murtxonaga jo'natib nima qilgan, tekshirtirgani. Kechasi bilan Ahmad aka semenda bo'lib, u yana iskori milisalar kechasi bilan milisalar izg'ib ketibdi. Xo'sh. Ekspeditsiyaga jo'natibdi. Men aytaman, xo'rami dedim, chollarni dedim, qo'yib vish uqiladi dedim. Ko'tini kesib kesida sivani qo'ylaydi dedim. Xo'sh. Allah aytadi, bir millionga dedi, chollar yotmasa kim yotardi deydi. Xo'sh. Yana ovozi baland ketdi. Do'stlar, keyingi videoda men miniga bilan ana miniga tankilar bo'lsanglar bitta miniga tabashi olmos topmoqchiman. Xo'sh, endi mana ozgina da qo'shimcha ananda Lekin shu yerda qizga juda ham achinamanda. Ana, qilib Sevgisi javobsiz qolib ketadi. Tatlata ozgina pucha uncha. Uringani ketadigan ekan, nima Sen shu semir haqda boshqani ancha. ancha semirgan yo'q. U fil bo'lib ketyapti. Qo'lqo'lar sanalari qo'yildi. Murat, to'g'risini ayt. Aslida yetdi. Nega o'zingni g'alati Kech qilyapsan? bo'lyapti. Lekin men haligacha o'tiraman. Nega o'zingni soqovga solasan? Unita lava ko'la. Nima uchun? To'g'ri bu sir. Siring sirligicha qola qolsin. O'sha bilan chiqmasdan Bu siring bilan ishlashga xalaqit bermasin. o'sha bilan chiqmasdan. Meni eng qora va qing'ir ishlarim Jafar bilan bo'ladi. Yerga chiqarib qo'ymaydi. Qilishingni istayman. Jafarni hech qo'ya olmayman. Chunki bu yerlarda sarson bo'lib yurishimga u sababchi. Uning Mavlon aka bilan uchrashuvdan so'ng yo'q qilishim kerak. Ha, nega indamayapsan? Jafar akang meni ishchim. Uni tinch qo'y, eshityapsanmi? Xo'p bo'ladi. Telefon so'ramadi, mana a'lga kirib o'tiryapti. Acha, Hozir. voy xo'ramizoda. Yelkading. Eldor, Voy nalabdi. yordaming kerak. Nimani? Ish tugaganda qanaqa yordam berishni o'zingga o'z kechasi Men kirsa o'lsam, ko'pchiga manga yashiryapti. Bunday ko'rmaydigan deb. Xullas, ota-onam bilan O'zi gaplashdim. ko'rdi meni, ha?
Baştan boshla. Yavrum ablacığım. Allah'tan bağır bir şey çıkıyor. Amerikaga ketishni xohlashyapti. Bu yengil emas. Undan xabarim bor. Allah'tan xabaring bor. Qo'ymayman. Ammo men ularga yolg'on gapirdim. Do'stlar, mana zombilar meni urib olishdi. Mana senga qo'ydim. Navbatimni ketib ketgan. Naqaga? Mana senga. Sevib qolganing. Kimni sevib qolding? Mana senga tappo bilan o'rganib. Pulingga Hech kimni sevganim yo'q. Aytib yolg'on gapirdim. Nimalar oldinglar? Voy. Endi nima qilsam kerak? Yanimdagini joyni. Ota-onam uni kimligini bilishni istashyapti. Kechirasan xonzod. Man shamchirodan chiqadigan jin emasman. Yo'q odam paydo qilib bera olmayman senga. Afsus. Asalda bormi o'sha bo'ldi? Bitta ko'rishim. Sendan jiddiy yordam so'rayman. Hajjachi borku. Ko'ylak istab. Meni vurib qo'yasiz-ku. Kulum fotuna. Do'stlar, mana men o'zimga O'zim senga uylanib qo'yaman. ba'zida Man bilan bemalol fiktivniy qilsang bo'ladi. Yo'q. mana Men seni bilmayapsan. Men sen bilan jiddiy gaplashyapman. Ota-onam seni bolalikdagi do'stim ekanligingni biladi. Yolg'onimiz darrov fosh bo'ladi, bo'lmaydi. Menga qara. Bundan ko'ra bugun kechga uni ro'yxatingga tayyorlab ber qo'yma. Bo'ptimi? To'xta. Kechirim ko'p ketmasin. Hamma bo'ydog'ini hisobga ol. Qara, ayt ko'rgin. Qanday bo'lmasin? Men O'zbekistonda qolishim kerak. Qanaqa vatanparvarligimni bilasan. mana tosh chiqdi. Sizdan yaxshilab kurashishimiz kerak. Suv ham chiqishdi bosh. Kurashishimiz emas. Sen kurashishing kerak. Agarchi madam erkaklik imkoniyati bo'lganda, bugunoq hoziroq ketgan bo'lardim. Pasportim. O'rgandim sendagi vatanparvardan. Ro'yxatni tayyorla. Bo'pti, vatanparvar. Moyin yevobdi kev, bunaqa. Qo'ymayman. Uxlamang. Qo'lim bo'lib ketyapsan sen shunaqa. Yo'q, keling. Azbek, Hu, menga telefonni ber. bo'ldimi? Tomoni qo'yilman deydi. Inichayni. Ber nom telefonni. Qani daftaring yoz. Bo'lmaydi. Ovqatimiz, Menga ber deyapman. Bo'ldimi? Yoz. Darsni tayyorlasang. Darsingni tayyorla, mana yozyapti. Hali